Bu dunyo ey birodarlar vafo hech kimga qilmaydi. Hayotning qadrini ko'plar salomat chog'da bilmaydi. Yuving kibru g'ururlarni yuraklardan musulmonlar. Yashang beru muhabbatlar qilib har kimga ihsonlar. Yerda bo'ldi Qorunning semuzar birla qurg'oni, qani Namrud jallodning buyuk taxtu buyuk sha'ni. Agar hamma dunyoni ham siz yig'dingiz, ko'p bo'lsa kimcha bilasiz? Qoruncha bilasiz. Bir jamoat az tevalar nimasini ko'tara olmaydi? Bir kalidini ko'tara olmaydi. Mafatih arabiga kalidda aytadi. Nima bo'ldi? Hammasi kesili lub bo'lib, mag'zi dunyoni matni Qur'onga Alloh 5 narsaga xalos qildi. Bilinglarki, hayoti zindagi dunyo laibun, bozuchada, o'ynamoqdi, bas xalos. Maydagina tifilchalar, maydagina o'ychalar tuzatadi, oqshom jo'naguncha hammasini tifalab, maydalab jo'naydi. Ikkinchisi valahun, lahudi bir maqsadi shar'iy bunga yo'qdiki oyandangizga dardga tegdi desa. Uchinchisi nimada? Va zinatun, faqat zinatda, insonni firib bermoqda, ja'alkorlikda, shuni shakliga, suratiga xushingiz keladi, bas xalos. Va tafakhurun baynakum, iftixorot o'z o'rtalaringga. Agar bir mo'taring bo'lsa, Xudoga shukr, 3 mo'tar bizga bor. Seni keyningga bir bodigaring bo'lsa, bir joyga harakat qilsam 15 bodigar bilan men harakat qilaman. Senga 30 ta shogird oldinga bo'lsa, biz ustodi Pantuni Riyozi biz oldimizga 100 nafar 3 to'yimga dars beraman. Falon. Va tafakhurun baynakum. O'z o'rtalaringga nima qilmoqda? Tafakhur qilmoqda. Va takasurun fil amwali wal avlod. Takosur ya'ni kasrat, ko'p qilmoqda, amvolda val avloda. Nimani? Avlodda. Mana shu narsani ko'p qilmoqda. Natija oxiri ham nimadi? Hech va hech.